Barcha salom do'stlar, sizlar bilan men yana o'sha Michael do'stlar. Bugungi videomizda biz nima qilamiz? Qarang, men o'zimga bunker tayyorlaganman. Juda ham ajoyib. Hozir ko'rasiz, buni qanday ko'rsatishimni yaxshilab e'tibor berib turamiz. Bu bunker emas. Bu yerda o'zim quryapman. Bunker qilibdi endi. Bunker qilib qurmoqchiman. Men o'zimga bunker quraman uyim tagida. Sababi aytaylik, zombi apokalipsi, qandaydir sunamilar kelib qolsa, shu bunkerimga tushib, hayot saqlayman-da, jon saqlayman. Sunami yoki zombi apokalipsi o'tib ketgunicha, o'sha uchun men mana shunaqa quryapman. Kerak bo'lib qoladi-yu. Bu yerda kattaligi shunchasi yetadi, yetsa kerak. Yaxshilab qilamiz. Bu yerda voy Gramiyu shunaqamidi nomi? Shu katta qilsam o'zimga yaxshi, balki qishloqlar ham kirishi mumkin. Kattaroq qilsak, katta narsa yaxshi bo'ladi-yu, hali kattaroq bo'lsa. Qarang, bitta Grami tushdi. Grami nima? Esimda yo'q. Aytgancha videoga obuna bo'lib, like bosishingizga iltimos, biz tezroq 10 ta bo'laylik, 10 ta obunachi bo'laylik. Agarda biz 100 ta bo'lsak, dahshat video tayyorlagan obunachilarning orasida bir kishiga kimning kommentariyasida bitta nima desam bo'ladi, birorta shorts joylayman. O'shani javobini kim topsa, o'shanga sovg'am bor. 100 ta obunachi bo'lsak, albatta 100 ta obunachi bo'lsak, shunaqa qilmoqchiman. Yaxshilab bu tomonni ko'kda, bu tomonni qizilda qilsam ham bo'laveradi. Yaxshilab qilamiz. Mana bunday, yo'q, menga ham qizilni qo'yammikan? Yaxshi chiqyapti deb umid qilaman. Bu tomoni qizil, bu tomoni ko'k. Juda ham ajoyib. Shu yerda ikki bo'lsam bo'ladimikan? Qo'yamiz mana shu yerlarga ham. Ekxona qilsammi? Ekxona qilmoqchiman. O'zi bilgandirsizlar. Bunaqa qilganimda. Yo'q. Hozir ekxona qilsam tushamgina? Yo'q. Aytaylik, mana bu yerlarga yaxshilab qazib olishim kerak, yaxshilab. Mana shunday, shunday. Mana bunday qilamiz, yaxshilab qilamiz. Hozir kreativga o'tib olaydi. Kreativda sal osonroq bo'ladi-yu. Kreativga o'tib olsak. Game mode. Endi bu yerga bu bloklar nega tanlaganimning sababi bor. Bedrock tanlasam bo'ladi yoki Obsidian tanlasam bo'lardi. Lekin men shu bloklarni ustun ko'rib, chunki bular sal qattiqroqda, nima deydi? Atom bombasi tushsa ham bu chidab beraveradigan blok. O'shaning uchun men shuni tanlaganman. Mana shunday qilib qo'ysam bo'ladimi? Eshikda ham temirli qarang. Narvon ham qilamiz hozir. Ajoyib. Hammasi ajoyib ketmoqda. Bu yerda forishim kerak. Yo'qsa men ko'rib qolsa aniq gap eshitishim aniq bo'ladi. Bu yerlarda kavla borib. Hop, mana bu yerga javob qo'ying. Yaxshilab qilaman. Yaxshi. Ajoyib ketyapti hozircha. Juda ham ajoyib do'stlar. Jitelar qochib turinglar. Salom jite. Jitelarga maqtangim keldi endi. Qo'y dedim-da. Omborxonadan o'zimga kerakli jihozlarni olib keldim. Mana ko'rishingiz mumkin, divan.
sofamidi ingliz tilida. Bu yerda mana shu aslahalarni qo'yadigan. Men o'zimga mana shu qiziq aslahani tanladim. Chunki chiroyli ham gravitatsiyami va stilim kelmay qoldi. Uni bomba tashlaganda chidab beradigan zirhli kiyim hisoblanadi. Bu yerga esa aytaylik sarig'ini qo'ydim. Bunisi tabiiy ofatlardan saqlaydi. Masalan, zaharli o'shalarga bu kiyim ayni muddo. Ikkinchi tomonda nima qo'ysam ekan? Bu tomon yotoqxona qilaymikan o'zimga? Obunachilar, nima deysizlar? Undan oldin tepaga chiqib ko'ray. Yana boramiz videolar tomonga. Qaranglar, men o'zimga nimalar olib kelyapman? Turli xil jihozlar, krovat deganlaridek. Hozir ko'rasiz, tamam. Bu vino ozgina, lekin xolodilnikni qo'yamiz bu yerga. Yo'q, vinoni xato qo'yib qo'yibmiz. Bu yerga javonda. Bu yerga vino. Endi sal halqaga yaxshi bo'ldi. Kravat bu tomonga qo'yaymikan? Mana shunday. Hozircha yaxshi ketyapti. 1 dan 10 gacha baho bersangiz bo'ladi. Men hammasini o'qib chiqaman. Hamma kommentariyalarga yozishingiz mumkin. 1 dan aytaylik 8, 7 o'shalar hammasini o'qib chiqaman. Bu yerga qo'yaman. Bu yerga esa gamerlik stolini qo'yamiz. Qarang qanday joyda. Bu yerga sig'di. Men o'ylashimcha sig'masa kerak deb o'ylagandim. Bu yerga esa notebookimni qanaqacha qo'ysam ekan? Mana shunaqacha qo'yamiz. Mana bu yerga notebook o'yin o'ynab o'tirsam ham bo'ladi. Yaxshilab qo'yamiz. Mana bu lampochkani mana shunday qo'yib qo'yamiz. Ajoyib. Hammasi ajoyib. Bunker uji tayyor. Bunkerimiz. Nima qilsam bo'ladimi? Mana shu yerdan. Tak. Hozir yana bir bor ko'ramiz. Bu yerda o'tiraman. Televizor olib kelmabman o'zimga.